shu saytbek obuna bo'linglar va like bosinglar, qaranglar. Men bilmasdan videoni qo'shmabman. Mana hozir Imron degan bitta o'rtog'im bor, shu bilan vanya qilyapman. Короче, obuna bo'linglar, maqsadimiz 300 ta bo'lish. Короче, 0 ta obunachim bor, 300 ta bo'lish. Daraxt qo'y sandig'iga. Xo'p, hozir daraxt qo'yaman. Men ketmaysan, daraxtimiz qolmadi. Xo'p, unda mana hamma narsa tashladim, ko'rgan bo'lsang mana. Bo'ldimi? Все, endi biza men stop men ozgina. Xo'p, ozgina menga mana toshchalar kerak bo'ladi. Narsalarni solib qo'y. Xo'p, hozir tugab qolmasin dedi. Bitta va ikkita. Все, endi biza mana bular qo'ya olamiz. Bular keraksiz narsalar qo'yamiz. Короче, bu kerakli. Все, keyin ozgina hammani kerakli bo'ladi. И все. Endi biza tushib ketdim. Xo'p, unda biza qo'y bor ekan. O'ldirsan divani. To'xta. Xo'sh, unda biza tepaga chiqib ko'ramiz. Kichkina orolchada spalni bo'limiz. To'g'rimi? Tak, unda biza obunachilar like bosinglar, kommentariyada Olg'a Saytbek deb yozib qoldirish esdan chiqmasin, kommentariyalar bomba qilamiz. Xo'p, mayli obunachilar. Imron, sen nima qilyapsan? Yerlarni nima qilyapsan? Tekislab chiqyapsan? Yo'q. Xo'p, unda 5 minut. Yonimsa bitta. Xo'p, obunachilar, unda kichkina orol nima qilamiz? Qaytadan vijvana qilsak bo'laydi-ku, Imron. Hech nima yo'q. Xo'p, video qo'shgan bilan hozir qaytadan qilsa bo'ladi, videoni to'xtatib. Nima deysan? Qilamizmi? Yo'q. Yo'q, o'zing bilasan. Shuncha qilgan narsam bir qilmasin deyapsan-da. Esto men xudojonim, men tom qilaman, Imron. Men o'zi tomni nomini qurish kerakda, taxtani ishlatib yo'raman. Xo'p, obunachilar, endi kommentariyada nimada yozishni o'zlaringiz bilasizlar. To'g'rimi? Kommentariyada Olg'a Saytbek deb yozamiz. Unda biza mamdi yopib chiqa. Mana bu tepaga qo'yaylik. Böyle yopib chiqamiz. Xo'sh. Ya. Kechirasan. Sandiq olmoqchi edim, urdim, qochmadim. Mayli. Xo'sh, unda senda ko'mir bormi? Sandiq ochib qara bilasan. Ko'mir bor ekan. Fakkel yasasan bo'ladimi? Bo'ladi. Unda biz fakkel yasa olamiz. Fakkel qana. 2 3 4 16 ta yetadi. Konga tushganimizda ham bo'lib turadi. Mana bunda kechqurun tushadi. Bor. Bir dona. Menda bittada, yana bitta ichman. Ona chanasini. Och qoldingmi? Da. Hozir to'xta, ovqat pishiraman. Sandiqdagi narsalar tegma. Xo'p, tegmayman. Fakir hammasi yasab tashladingmi? Yasab tashlamadingmi? Yo'q, ko'mir qoldi. Ko'proq. Bilya, ana o'rda ekan, yangi shoxga ko'chib ketamiz. Qayerda? Ertaga. To'xtasan, qayerdasan? Ana, mana ekan. Oy botib turibdi. Yo'q, oy chiqibdi. Men qarab berak. Gel bilya. Bu anoda mana orolmi? Qaysi? Mana shu. Dam xayr. Nima ko'ryapsiz? Xo'p, unda xayr, ikkinchi kunimizni yetkazamiz hozir. Obunachilar ertalab tushdi. Nima qilyapsan? Mayli, unda xo'p, unda qayiq yasamiz, narka orol ko'rib qoldik biza. Unda biza nima qilamiz? Qani shu narka orolga ketamiz. Qayiq yasa. Mabetda kim ko'rayotgan bo'lsa, ko'rdim deb yozib qoldirsin. Mana. Katta orol ekan rostdan. Men ekranda ko'rinmayapti. Ko'raman.
Xo'p, o'zi YouTube'da nekim g'alatiroq, uni o'z o'qimadim ham, ko'rdim oddiy. Shuning uchun, lekin Olg'a Saidbek deb yozib qo'yamiz kommentariyada. Oppa, mindim ketdik. No. Yo, orqaga qarab umidga aytgancha. No. Nima bo'ldi? Ursan tushib ketasan-da. Urqan? Tushib ketmikan. Bu orolga ham kel. Cho'chqa o'ldiramiz ovqat uchun. Давай. Do'stlar, uzr cho'chqa go'shtini asli yemaymiz, просто. Da. Och qolganimiz kerak. Olib kelib yoqqa qatnab cho'chqa voy. Mana o'z yuguraman. Yugura olmayapman, o'lasan sen. Ya, iblo. O'zi jon. Ya. Cho'chqa urayotganda nima olib chiqasan? O'ziga chiqay bo'ldi. Go'sht tushmadi, iblos. Noroziman. To'xtachi. Bir nima topdi. Qani, nima? Biling, bergan. Katta orollar bor ekan, Xudoga shukr. Endi nimalar topdik biz? Rasm qo'y qara. Ketdik. Ketdi bu oroldan, lekin bo'la ovqatim yo'q. Bu orol ko'chamiz, boshqa orolga ko'chamiz. U bizar orolcha ana yo'qda qolib ketdi. Qayiq, voy. Odamcha yurolmayman. Voy, mayli, unda biz yuguramiz. To'xtab tur, balam. Davay, sen ketaver. Mindim. To'xta, bitta narsa unutma. Aqay. Tush. Voy, kelamiz, Titanic. Ya, o'tirib qo'y. Tush, birga amallashimiz kerak. Tushdim. Qayiq buni qilarga kirib chiqsa. Ya, maltashib ketdi. Ahmoq, mancha. Maras. Borasiz, aka. Ko'ramiz qali. Ishim tushganda. Yaramachi. Hozir. Iblos baxti kelisha qarang bobini. O'lib ketamoqchi. Bili. To'xta o'zing. Jo'ray, unaqa da men o'ynamayman. O'ynama? Chekib ketaman, to'xta. Og'ziga chichak. O'yqimay. Qansan? Kirisa kelibdi. Og'zingga chichak. O'ynamayman men bo'lmasa. Imron, qari chiqib ketaman. Imron, chiqib ketaman. Voy, bilan kelibdi. Chiqib ketaman. Jonim ham qoldi. O'ylaman. Ketishingga sani. O'ylaman o'zi. Unda idana o'zing o'ldirgan, yaxshi undan kerak. Voy, verdi. Payda bo'lasan. Payda bo'lgan bilan Ke. Elektrik ida aytadi bu ham. Jilla qo'y. Ke. Bala. Chiqolmaydi. Chiq. Jilla qo'ylasan. O'lib ketgan yaxshi. Chiqdingmi? Elektrik qani? Qansan? Jo'naga boraman. Endi borimi? Endi da qilaman YouTube. Biroz al. Xudo saqlasin, qayt. Alım. Agar o'rtada fakki. Qani? Arqangda fakki ko'rdim. Nima qilaman, boltam bilan? Mayli, unda хорошо ketdik. Fakkin oldik. Mayli unda obunachilar nima deb yozish bilasizlar? Olg'a Saidbek deb. Men qayerdan tushganman? Jo'ra yordam. Yordam berib, qayerdan tushdim? Qayiq. To'q. Bilaman, kechirasan. Qayiq sindiraman deb san o'ylab qo'yma, kechirasan. Olib kelib beradiysizlarmi? O'zingga chichoq. San osonamaqsan, anani olib kel. Qayiq sirda turaversan, qayoqdan qarshi turaversan. Efik ko'rinyapti. Bile. Eshik, mana eshik ham topolmaydi. Bo'yda. Eshik go'rda yashasam jeri. To'xta. Hop, bale. Samarqand tashi. No, tasharing. Tashama.
Hamma narsam olibki. Böyle. Okey, bittamasi. Nechtadi? Sani qo'ysang bilaman. Tayoq. He, 3ta bor ekan, 5ta berdim. Thank you. Köp. 28 ta qon bo'pti. 22 bitta bor, 28 ta bo'lgan. Belli. Suvar bacha. Mana bolta undami? Bolta qani mana? Ya, ana musurkash Yo, bolta qo'yib ketgan iblos. Odam bo'lsa hayotda ham. Yiqilsam yiqilib qo'yadi ko'tingga chiqay. Qani endi bolta otamayrosu. Qani endi u bilan qumchalik otibdi bu yerda. Milofa. Ovqatlar pishiraman. Tiqtigacha bir joy. Qilamiz saydi. Bayramga chiqay. Bu yerda nimadir topib oldi. Suvda yotgan ekan, qo'y jungib. Unda obunachilar aytgancha o'zi YouTube'ga tashlamay qolishi mumkin. Hammaga xayr, sizlar bilan Saidbek bo'ldi. Unda obuna bo'linglar va kommentariyada Olg'a Saidbek deb yozib qoldiringlar. Xayrlash, kuntibacha. Xayr, kuntibachalar. Normal gapir, yaxshi obuna.